Keçirik güzel Kim kalbidek yaşattık bunu Azabını sözleydiğen köp Bul gidek kim ki çıktık bu Geçmeymen Yaş parlap yürgüm sokar Ben yolumdan yanmaymen Ümmetni üzmeymen Seygelledim geçmeymen Yaş parlap yürgüm sokar Gülde yüzünüzü tutsarsınız mı? Ben sizin tanıp kaldım. Kapıma. Kapımısınız o tikesli. Gerçi nimeni hata kılgınımını bilmesem mi? Meni keçiriytine mübarek. Nemin xata qilganingiz bilmayli kelgan bo'lsangiz, yaxshi o'ylashib, baland o'ylashib, andin kelasiz. Ha? Qayta. Xapaman. Xap bo'ldim. Xapamanga muborak. Gerçi nimeni hata qilganligimni bilmasammi meni kechiraytin. Ya bildim. Hata qilganimni bildim. Ras bildingizmi? Ras bildim. Ras? Ras? Ben didarni endi qachilib olsangiz bo'ladimi? Ma'qul. Endi men sizni qo'shib olay. Ma'qul. Hamsi. Biz qaytaylik. Qaytandik. Ma'qul. Aman. Menço muhabbetimle paralaşmak isteyeyim. Uzun işletmeyime. Azıraklı işletsem baldi. Öttü. Aldırmaysan koy ha? Geleyim bana mı? Muhabbetim çükende. Senin muhabbetin mi müşahit işlemde? Mine mi müşahit işleydi? Ya ben sordum mu? Ya depa gibi geldi o. Benim muhabbetim şunda çıraylık. Boylar iyiyiz, paçaklar uzun. Model kende? Şaka ne buldun? Mao şirket, modella işleydiğin şirket. Onun üstü için modella aşında putları uzun, oruk, çıraylık. Açtak kildi. Onda olsa işkimiz şu birlik qaytidığına okşayımız. Şu ben azırak tok qaytidip enden sen qaytidip ya. İş akte bir iş akmede. Şu akimiz kegemiz toktam Vay tüzük. koyan da kanay. O değmen de. Vay mana. Ya koyun. Çaylar salpayıp oturup gittiğini bana. Vay ma. Hey, sağ çıkandın özen çıkıp sen de. Bak urvetke okşaydı.
Oy. Hey. Gap qila? Nima bo'ldi? Ruxsari to'y qildik. Men sana degan qara. Og'zing shuma. Adash bo'ldi ko'nglingga, ammo unutib keta bo'ldi. Shu bo'ldi, bormag'ina izlab uni. Mencho, nayt tez pul tepib, tez bayolmasam bo'lmaydi. Nimishqa? O dedim ku ruxsari to'y qildik. Sarang. Nerede onda tez sürat pul tapqılı buludu? Yani gelip sen mi toy qilishib tutishib bo'lgan odamning g'imini yeb nim kapdi deyman. Shu? Hey, men pul topsamlam ruxsari man qaraydi. Ma dedi. Nada undashma. Adash odatda va qizlar boshqalar bilan to'ylish bo'lsa, hech kim qaramaydi. Ya shu? Men ruxsarining jitini ko'rdim. U vaqo boshqa qizlar bilan paranglashdi u. Demak, ruxsari odamni xato tanladi degan gap. Shunga men darhol ruxsarini to'sib qolsam bo'lmaydi. Qanda to'ssa? Mush bu yong'lanma? Oy. Ey Ferhat. Bunda ciddi jiq pul topadigan amal bormi? Bor, lekin nima? mablag' silishing kerak shu. Qanday mablag'? Bir oyda pulimni hamsi qaytib kelamda. Va qaytib keldi, texa ko'paydi. Bo'ldi-ku. Nima ish bor? Tashqi perevod. Nima u? Vay qo'y. Vay, adashsam qiziqkansa, vay meni aran o'rganib vay qo'y deb. Yo'q, bu menda deganim oltin bilan neft bor-ku. Qimmati va narsalar silingan mablag'ni ko'rsatdi. Vay qo'y. Bo'ldi. Ish qilib, pul topqil bo'lsam, bo'lmadimi? Ha, qilib g'azab men- topqil oldi. Ruxsarini qutqazmasam bo'lmaydi. Chiqib men qilmayman. Mening pulim oz qoldi. Tugab kes qarab o'tirdigan ish chiqadi. Ma nima deydi? Bu yiningdiki tugab ketmaydi. Oltinni ochib ketgan nadi ko'rgansan? O pulim tugab kes qana qilma? Voy, hammasi tugamaydi. Yiningdikisini ib qilib, ba turmushing ishiltidig'inni. Qog'inda sanmamsan. Qo'yn solmas, qo'yn topalaymiz. Bo'ldi, men qo'shildim. Qo'shildi mana. Men qo'shilay. Va qo'shildi. Ma bo'ldi. Ashta qildik. Qalbida ishlar. Bo'ldi. Ikkilar qoladi. Yani tibib shu payda degani ilib. Ruxsarini ilib. Toza olasiz. Sen bu bo'yinglar to'sib toza shu. Jimatay. Ya qarab turib 100 ming qo'yib berib etamsan-da. Nimanda qilsa? Asasan az topib ekansa, jiqsasan jiq topib ekansa bo'ldi-ku. Ya bu sarang bo'lsan, ey. Bu qanchasini o'ylashib qilmamsa. Bu hamma pulni qarab turib tutqizib qo'ysadik-da unga. Ya Ferhat o'zimizda og'iysi sug'anda shamaysiz unga? Voy, ajabi yaqin og'iydan kev sening. Ha? Tonish qilib bir oy bo'la bo'lmaydi, shu yiningdikisini tutqizib qo'ysadik-da sen unga qo'shqollab. Hey, men tomoqning pulini qayta desam qaytolmaysan. Ha, Ferhat og'iyning ikki qiziga qilib qo'ysa, otsadik-da pulni. Ajabmi bir qoqshavir ekansa. Meni boyib chidigan bo'ldi deb ko'ranmay aytibsa, ha? Ay, mangina. Voy. Ha. Rasma? Ha, ma'qul, hozir qaraydi-chi, ma'qul. Mana keldi. Adamma? Ha. Paratcho 500 uribdi. Demak, bu ish qamlashdi degan gap. Parat deydi, buningdan yaxshi ketdi deydi. Agar ashta olib qolsa, nim degan payza, agar bir kunda 500 dan kirsa, bir oyda 15 ming. Agar bir kunda 700 dan kirsa, bir oyda 21 ming. Agar kunda mushta 1000 dan kirsa, bir oyda 30 ming degan gap. Unda olib qolsa, oylik maoshim 30 ming desam, ruxsari menga tegdi-da. Voy, ajab bir plan tuzib ketding, atiq bitmagan ishliga. Sen-chi qara. Mushta gumon qilib, hech nimaga ishonmay, o'zing plan tuzib tur. Pullarini vaqo yanchiqonga ching tiqib saqla. Bir-birimiz bilan to'y qilib, tug'ib qolsa hech bo'lmas. Oshxonam bor mening. Voy, o oxmidi-ku oshxona. Pulni ilib egisim yo'qab ketdi. Endi nima qilsa, oxmidi u ishlaring sening.
Yamanap. Ha. Manda iş olsun da ben bir 100 ming sapaqayım ya. Parat degan vaqtida o'zing unutding. Endi parat unumaydi? Ya dapaqına parat ağinanga. Unumaydi. Voy sen bulap men bulap adaş dapaqına. Bo'lmasa 200 ming salayım ikiye men. Sen gumon qilib ajab ishonmay ketyapmabsan? Ya endi deyman-da. Sening deganam o to'g'ri oshxonaga pulni berib etib deb to'xtam tuzmidoq. Onun ustiga oshxonani ochsammi? Qanchalik pul tepib ketaman? Sening gaping bo'yicha bir sal ishtigirak bo'ldiga o'xshaydi. Jiq pul topsam, muborak jiq narsani olib bersam, yaxshi bo'larmiki? Ha, endi kallan ishlatdi. To'xta. Ha, telefon qilay. Ey parat. Hemen shirpulatdan san deydigan gap bor aka. Ha, parat yaxshimi? Ha, ma'qul. Barayli ma'qul, hozir barayli. Ma'qul. Og'inamning shirkatida maishat kelinglar deydi. O'smay, Ras. saldigan bo'lding. Ha? Hamma hamsa. Mana şirket degan mana. Haqiqatan payz şirketken bu. Bak isilki mana. İzilmiken? Ha, mana mağanemde hemen tanıştırıp da ismi Sadır. Ha, vey huy oynab, mana muşunda pul tep ketdi, bu şirketini icap o'tiradi mana. Yaxshimisiz? Yaxshi. Agar ayni vaqtida shu Parat og'aydan shu vey xuyni tunishtirmagan bo'lsa, shu silda yalang to'shdim-chi men. Xato tushib qolmanglar, demakchi o'g'li. Bunda pulim yo'q-da, bunda yonchiq boshda demakchi. Bizning pulimiz var ekan. Voy. Rostmi? Sat topdi. Boshqa gapni qo'yib, shu vayxuydan nechilik foyda oldingmi hozirgacha? 6 oyda 4,000 ko'yda kirim qilibdi-man, qaranglar. Anandagi uni qilib, buni qilib, bu shirkatdan shu mantirab ichibdi-man. Yana kelibdi, ko'ndaydi qilib pullar kirim degan shu to'xtamay kirib turibdi. Shu yer yaxshi. Mana mash xili bo'ladigan ish. Men desam, ishonmaysan, og'inam desa ishonsa. Yo'q, adak parasanmi nima deydi? Ishonma. Kirimlarni chiqarib ko'rsatib qo'ya. Bo'ldi. Men ko'rsatib qo'y. Qani mujadi. Mana. Mana ko'rdingmi? Ma bo'ldi-ku, ma bor. Bo'ladi, otasi bo'ladi bu. Parat, manda qilaylik. Men hali ishkilanmaylash. 200 ming qo'yaychi shunaqa. Qo'y. Hamda qancha jiq qo'ysang shuncha yaxshi degani. Qag'indamda jiqara paydo olgandan anda qo'ysam bo'ladi-ku. Bo'ladi, aldirash yo'q. Unda asl qildim. Ma'qul e'loninglar aytsan, ma'qul. Ey shirpulat. Bu parat mashinasi va ag'insiz ko'rsatib bizni unutib qoldilar. Shuni deyman. Demak. Mana. Nega? Masa bo'lsa. Endi qanaqa qilmaymiz? Mashtag'larimiz. Bu qiziqmisa 100 ming qo'yib qolgan tursa, aslimisa qo'ymaydi pulni. Ey, ajabmi döt nima ekansa. Sen bek aqlli. Aqlli shu men. Nurg'un pulni mablag' soldi, osh birdan qaytib keldi pul. Birga olsang, mashina lazım bo'lar? Taksi to'ssaqmi bo'ladi-ku? Ey, sen degan lo'ban bo'lgan odam. Ay, menga o taqashmaydi-ku. Hey, Muborakni og'ilmasang taksi bilan boramsan? Olay deyapsan. Zardosh Muborakning ismini chiqarmoqchi bo'lmaydi degan sana. Mana